Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jallaga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bitmas, tuganmas salovatlarimiz bo'lsin. Sahobai kiromlardan Alloh azza va jalla ulardan rozi bo'lsin. Xususan biz mo'min musulmonlarni bilib bilmay qilgan xatolarimizni o'zi mag'firat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Ramazonni ham 12-kun edi. Siz azizlar bilan dasturxonda yig'ilib turibmiz. Oilaviy bo'lsa. 12-darsimiz shunday iborat ekanki, qorin qanday roza tutadi degan darsligimiz ekan. Bu aynan kerakli bo'lgan narsa. Ya'ni eng asosiy narsa. Ya'ni ovqat to'g'risida ketyapti. Ko'z haqida gaplashdik, til haqida gaplashdik. Endi qorin haqida qanday roza tutishligini bilib olamiz. Halol va harom taomni mo'min inson hayoti va axloqiga ta'sir bo'ladi. Shuning uchun u ham Alloh taolo o'z payg'ambariga shunday buyurdi. Qola taala: Ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu solihan inni bima ta'maluna alim. Sadaqallohul azim. Ey payg'ambarlar, pok narsalardan yenglar va solih amallar qilinglar. Albatta men nima amal qilayotganingizni o'ta biluvchiman deb Alloh taolo o'z kalomida biz mo'min musulmonlarga xitob qilyapti. Barcha payg'ambarlarga aytayapti. Pok narsalardan yenglar va solih amallar qilinglar deyapti. Solih amallar ayniqsa mana roza oylarida turibmiz. Mo'min musulmonlarning ichida shundaylari ham borki, Allohga yaqin bo'lib turgan miskinlar. Chunki Alloh taolo miskinlarni ko'p Qur'onda zikr qildi. Miskinlarga ulashinglar, xayr ehson qilinglar, beringlar zakotlarni. Solih amallarni qatoriga suv ham kiradi. Miskinlarga yordam berishlik, xizmatlari bo'lsa xizmatlarni qilishlik. Ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, albatta men nima amal qilayotganlaringizni o'ta biluvchiman. Albatta biz Alloh taoloni biz oldin tug'ilishimizdan oldin tortib o'lishimizgacha taqdirimizni bitib qo'ygan Alloh azza va jalla nima amal qilayotganimizni, ichimizda nima amalni yashirayotganligimizni qalblar sohibi bo'lgan Alloh azza va jalla biluvchi. Yana aytayaptiki, Alloh taolo kalomida: ey iymon keltirganlar, sizlarga rizq qilib bergan pok narsalardan yenglar va Allohga shukr qilinglar, agar unga ibodat qiladigan bo'lsalaringiz deyapti. Yana aytayaptiki, bizga qarata aytayapti: ey iymon keltirganlar deyapti. Sizlarga rizq qilib berdim narsalarni. Pok narsalarni yenglar, Alloh taolo halol qilgan narsalarni, ya'ni men halol qilib bergan narsalarimni yenglar deyapti. Va menga shukr qilinglar deyapti. Berayotgan ne'matlarimga, berayotgan kunimga shukr qilinglar deyapti. Nimani yeyapsiz deydi? Nimaga qurbingiz yetyapti? Shu narsani yeng. Oshiqchani yemang. Hisob kitobi bor. Salafi solihlar ham solih amal qilib o'tib ketgan, sahobai kiromlar ham yeyotgan narsasidan, qilayotgan narsasidan qo'qishganlar. Nimaga? Ular chunki Allohni Robbi deb tanigan, qalban tanigan insonlar. Yeb ichishlikni cheklamaymiz. Xohlaganingizga iching. Xohlasangiz okeandagi suvni olib kelib iching. Xohlasangiz Dubaydan Zamzam suvni yoki Saudiyadan Zamzam suvni olib kelib iching. U narsa bizga qiziq emas. Lekin Allohning kalomidagi narsani yetkazib qo'yishlik bizning vazifamiz. Agar unga ibodat qiladigan bo'lsalaringiz deyapti. Ya'ni menga ibodat qiladigan bo'lsalaringiz yaxshiroqdir sizlar uchun deyapti. Buni esimizdan tushirmasligimiz kerak, chiqarmasligimiz kerak. Ramazon oylarida turibmiz. Pok narsalar deganda Alloh taolo o'z payg'ambari tilida mo'minlarga halol qilib bergan narsalarni tushunadi. Ya'ni Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning haqlarida shunday marhamat qilinadi. Qola taala: "Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyil ummiyil ladina
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Ularga o'z huzurlarida Tavrot va Injilda yozilgan holida topilgan, ularni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarilgan, ularga pokiza narsalarni halol qilib, na pok narsalarga harom qiladigan, ustilaridagi yukni yengillatib kishilarni yechadigan umumiy nabiy payg'ambarga ergashdilar. Albatta olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jalla bundan oldin, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam kelishlaridan oldingi payg'ambarlarga ham, Odam alayhissalomga ham, Nuh alayhissalomga ham, Yusuf alayhissalomga ham, Yaqub, Sha'ub alayhissalomlarga ham, Lut alayhissalomlarga ham o'zi nimani halol qilgan bo'lsa shuni aytib, nimani harom qilgan bo'lsa o'z qavmiga aytib kelganlar. Xususan bizi payg'ambarimiz ham shu narsalarni aytib o'tgan. Va o'zini kalomida ham Alloh azza va jalla payg'ambarlari orqali aytib ketyapti. Ramazon kunlarida yeyish, ichish va ro'zani buzadigan boshqa narsalardan saqlanishdan tashqari harom narsalarni yeyishdan saqlanish qorinni ro'zasi hisoblanadi. Shuningdek, iftor vaqtida ham harom narsani yeyishdan saqlanish lozim bo'ladi. Mo'min riboni yeyishdan saqlanadi, chunki u mening Robbi g'azabini keltiradi. Ya'ni Robbisini g'azabini keltiradi, ya'ni Alloh azza va jallani g'azabini keltiradi ribo yeyotganda. Alloh taolo aytadi, qola taala: "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqulloha la'allakum tuflihun." Ey iymon keltirganlar, riboni bir necha barobar qilib yemang. Allohdan taqvo qiling, shoyatki najot topsangiz. Ali Imron surasida shunday keltiriladi. Boshqa yana bir oyatda aytadiki, va holbuki Alloh tijoratni halol, riboni harom qilib berdi deyapti. Shuni orqasidan taomlanayotgan bo'lsak, ya'ni riboni orqasidan taomlanayotgan bo'lsak, kasb qilmasdan, u narsani riboni kasb qilib olgan bo'lsak, sudxo'rlikni, bu narsadan qaytaylik. Alloh azza va jalla qaytarayapti. Yana aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo riboni yeyuvchini, uni yediruvchi kabini ham ikki gunohi la'natlasin. Ular gunohda tengdirlar deyapti. Ha, azizlar, bugungi kunda riboni turlari juda ko'payib ketyapti. Riboni turlari juda ko'payib ketyapti. Alloh taolo ulardan bizni asrasin. Bilib bilmay qilayotgan holatimizda riboni bilib bilmay qilayotganimizda o'zi shunga rozi bo'lib qolayotgan paytlarimiz bo'ladi. Alloh u kundan bizni chetda saqlasin. Shuni orqasidan taom yeyapmizmi? Taomimizni ham harom emasligini Alloh taolo o'zi aytayapti. Va Rasuli ham aytayapti. Ribo yeydigan kishi o'zini ustidan kulgan bo'ladi. Qornini harom bilan to'ldiradi va ribo Robbisiga duo qiladi. Vaholanki u harom yegani bilan allaqachon ibodat yo'lini to'sib, qabul eshiklarini qulflab qo'ygan bo'ladi. Sahih hadis shariflarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sochlari safarda to'zg'igan, chang bosgan, uzoq safar qilgan pulni osmonga duo uchun cho'zgan hamda taomlanadigan joyi va suv ichadigan joyi harom bo'lgan, harom yegan kishini zikr qiladilar. Uning duosi qanday ijobat bo'lsin deydi. Ha, haromni, riboni, foizxo'rlik, sudxo'rlikni aniq riboligini bilib turibdi-da, undan kasb qilib olib, uni orqasidan pul topishlik to'g'risida
Allohning rasuli bevosita aytib turibdi. Qanday uni duosi ijobat bo'lsin? Qo'yingki qorningizda halol deb. Ribo qilmasdan tashqari odamlarda zulm qilib yeyotgan narsangiz ham u narsa zulm orqali kelyaptimi? Sizni duoingizni Alloh taolo qanday ijobat qilsin? Qanday ijobat qilsin? Chunki olamlarning Robbi Alloh azza va jalla sizlar bir-biringlarga mo'min musulmonsizlar deb turibdi. U narsaga tajovuz qilayotgan bo'lsak, qanday bizga u yaxshilikni olib kelsin? Bu holga juda ko'p ibodat qiladigan kishi edi, lekin uning yeyish, ichish harom va bu ishida Allohga taqvo qilingan edi. Ribo harom, mol birovlarni amalidan to'planadigan mol, yetimni moli va birovdan tortib olingan mol kabi haromdan bo'lgan taom bilan iftor qilgan insonni qonda qanday roza tutgan bo'ladi? Allohga qasam, taom buzgan vaqtda hislar ham fasod bo'ladi, qalblar qotib qoladi va uning nuri yo'qoladi. Kunlarning birida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu taomlandilar va xodimlardan bu taom qayerdan kelgani haqida so'radilar. U: "Men johiliyatda qohillik qilar edim. Bu qohillikdan kelgan taom" deb javob berdi. Shunda u zot qo'llarini og'izlariga tiqib, qorinlaridagi taomni qusib chiqardi. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Ha, ko'ryapsizlarmi Abu Bakr Siddiqni taqvolari? Biz vaholanki indamay ketyapmiz. Topildi-ku deb. Allohdan qo'rqaylik. Shu Alloh rozi bo'lgan Abu Bakr Siddiqlarga o'xshashlikni, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'llarida yurishlikka harakat qilaylik. Chunki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhular ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsaga ergashib, shu narsa orqali harakat qilganlar sahoba ikrom. Luqma insonning qonida, uning ta'siri esa go'sht va qon bilan qoladi. Qaysi jasad haromdan o'sgan bo'lsa, unga jahannam haqdir bo'ladi. Salafi solihlar qayerda taom yetganlarini bilishar. Shu sababdan ularning hislari sof, badanlari sog'lom, qalblari esa nur edi. Keyingilarning taomlari buzilgan vaqtda ularning qalbiga hidoyat chiroqlari o'chib qoldi. Nabiy alayhissalatu vassalam aytadilarki, banda qo'l kasbidan yeganidan, ya'ni bandani qo'l kasbidan yeganidan yaxshiroq taom yemaydi. Allohning payg'ambari Davud alayhissalom qo'li kasbi teng taomdan yer edi deyapti. Ha, banda qo'li bilan topgan pulidan yemoqligi darkor. Allohning payg'ambari Davud alayhissalom ham qo'l kasbidan topgan taomidan yer edi. Zakariya alayhissalom najjor, Davud alayhissalom temirchi bo'lgan bo'lsalar, Muhammad alayhissalom boshqa payg'ambarlar qo'y boqishar edi. Islom kasb qilishiga va rizq topishiga chaqiradi, lekin uni halol yo'l bilan topishga buyuriydi. Harom yo'lni ha bo'ldi deb ketib, undan taomlanishlikdan Alloh azza va jalla qaytaradi va payg'ambarlari ham cheklaydi. Alloh taolo aytadiki, qola taala: "Innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara va sayaslawna sa'ira." Albatta, yetimlarning molini zulm ila yeganlar qorinlarida olovni yegan bo'ladilar va shubhasiz do'zaxga kiradilar. Yana biz boshqa oyatda aytadiki, birlaringizni mollaringizni botil bilan yemanglar. Bilib turib odamlarning mollarini bir qismini yeyishingiz uchun uni hokimlarga, gunohkorlarga tashlamang. Ha, shuni bilaylikki, albatta biz yetimlarni va miskinlarning haqqi bor. Shu to'g'risida Alloh taolo o'zi kalomida marhamat qilib aytayapti bizga. Yana bir oyat karimda esa shunday deyiladiki, riboni yeydiganlar qabrlarda faqat shayton urib, jin bo'lgan kishidan dovdirab turadilar. Ya'ni o'rnidan turayotganda kishi dovdirab turadi deydi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh pora beruvchini va oluvchini la'natlasin. Alloh taolo ahli kitoblarni qilgan fasodlari sababli ularni muzumat qilib shunday deydi. Va ulardan ko'plari gunohga, dushmanlikka ham va harom yemoqqa oshiqayotganini ko'rmassan. Qilayotgan ishlari qanday ham yomon. Ibn al-Javzi o'zlarini Said al-Xotir kitoblarida o'zlarini shubhali narsa yeb qo'yganliklari va bunday qalbni o'zgarib zulmat bo'lib qolganini aytadilar. Ular qalblarini sof bo'lgan sababli biroz o'zgarishni ham darrov payqay edilar. Bugungi kunda esa ko'pchilik harom narsalarni yeydi, ammo qalbidagi o'zgarishni sezmaydi. Chunki yomon ishni qilavergan inson uni yomonligini sezmaydigan bo'lib qoladi. Ba'zilar esa harom narsani ichaverishadi, ular ibodat lazzati va halovatini yo'qotadi. Bu esa hayot zaharlangan, iztirobga tushadigan hamda saodat va duolar ijobatidan mahrum bo'lgan holatda yashaydi. Ro'zador birodarim, demak, qorin ro'zasi ham bor ekan. Uni tutadigan inson xuddi ro'za tutgani kabi bo'ladi. Allohim bizlarni shariat halol qilib bergan narsalaringga halol sanaydiganni harom qilgani harom deb biladigan qilgin. Va qalblarimizda o'zingga bo'lgan muhabbating, o'zingni kalomingga bo'lgan narsalarni cheklaganing kabi bizni ham harom narsalardan o'zing bizni cheklab yo'limizni to'sib qo'ygan. Va bugungi tutayotgan ro'zalarimizni o'zing dargohingda qabul etgin. Barchalarimizni bilib bilmay qilgan xatolarimiz juda ko'p, sanoqsiz. Shuning uchun bekardan bo'lmayapti bu xatolik, gunohkorlik. Aytayapmiz darsligimizda. Qalbimiz qorayishni boshlaydi. Ibn al-Jazaviy so'zlarida aytayaptiki, men bir marta shubhali narsani yeb qo'ydim, o'zimda o'zgarishni hosil qildim deyapti. Hozirgi kunda unday emas, shubhalansak ham yevoryapmiz, mayli Alloh kechirsin. Shuning uchun harom va halolni ajrata olmaydigan bo'lib qolganmiz. Yana bir narsani bilaylikki, boshimizga balo kelyaptimi? Shu baloni orqasida biling, o'zingizga o'zingiz qilayotganingiz uchun kelyapti. To'g'ri, nabiylarga kelayotgan narsa bu ularning sabrini chidashlik uchun bo'lgan. Bizni qalbimiz qorayib, hamma narsani qabul qilyapmizmi? Alloh taolo harom qilgan narsani bir marta qilsa bo'laveradi deb turib qilyapmizmi? Qilganingizdan keyin endi duoingiz qabul bo'ladimi o'ylang? Ibodatingiz qabul qiladimi? Qadam bo'ladi. Alloh taolo cheklab turgan narsalarni bo'laveradi bir marta qilsa deb turib ketishingiz. Ko'z yumsangiz, yolg'onni gapirib, haromni yeb tursangiz, boshqa narsani qilib tursangiz, Alloh taolo cheklagan narsani qilib turibsiz. Aziz birodarlar, mana ro'za kunida turibmiz. Allohdan so'raylik. U yo'llardan bizni qaytarsin. Alloh azza va jalla o'zi gunohlarimizni mag'firat aylasin. Tutayotgan ro'zalarimizni qabul etsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.